Xitoy O'zbekistonning strategik sherigiga aylanmoqda. Isroil Suriya prezidentini nishonga oldi. Rossiyada niqob taqiqi yana kun tartibida. Assalomu alaykum. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan jarayon ko'rsatuvi. Xitoy O'zbekistonning strategik sherigiga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi Xitoy Xalq Respublikasining Shinjon Uyg'ur avtonom rayoniga tashrif buyurdi. Aytilishicha, delegatsiya Xitoy Kommunistik partiyasi Shinjon mintaqaviy qo'mitasi kotibi Ma Sinzuy bilan muzokara o'tkazgan. Unda savdo sanoat, sog'liqni saqlash, transport va logistika hamda energetika sohalarida ikki tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasi ko'rib chiqilgan. Tomonlar 2024-yilda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi savdo hajmi 13 milliard AQSh dollariga yetganini qayd etgan. Xabarda aytilishicha, muloqot davomida bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazish uchun zarur zamin mavjudligi ta'kidlangan. Avvalroq O'zbekiston va Xitoy Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi 5-sammit chog'ida ham o'zaro hamkorlikni chuqurlashtirish borasidagi rejalarni bildirgan edi. O'zbekistonda yana samolyotlar ishlab chiqarish boshlanadi. Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direktori Habib Abdullayevning ma'lum qilishicha, loyihaning umumiy qiymati 30 million dollarga baholanmoqda. Birinchi samolyot 2025-yil oktyabr oyida chiqarilishi rejalashtirilgan. Toshkentda bo'lib o'tgan Innaprom ko'rgazmasida Navoiy erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi aksiyadorlik jamiyati va Rossiyaning Pervoye tajriba konstruktorlik byurosi MChJ o'rtasida memorandum imzolangan. Hujjatda SP-30 loyihasi asosida fuqarolik tipidagi boshqariladigan va uchuvchisiz samolyotlarni ishlab chiqarishni rejalashtirish nazarda tutilgan. Aytilishicha, oktyabr oyidan boshlab yiliga 100 ta samolyot ishlab chiqarish boshlanadi. Ishlab chiqarish O'zbekistonning ichki ehtiyojlarini qondirishga, shuningdek, Yaqin Sharq, Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlariga eksport qilishga yo'naltirilgan. Ma'lumot uchun SP-30 butunlay metalldan yasalgan 2 o'rindiqli samolyot bo'lib, u Rossiyada eng ko'p ishlab chiqarilgan yengil samolyotlardan biridir. Tramp ma'muriyati Shavkat Mirziyoyevdan minnatdor bo'ldi. AQSh rasmiylari prezident Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan 131 kishini deportatsiya qilish bo'yicha amaliyotni tashkil etgani va moliyalashtirgani uchun minnatdorlik bildirdi. Markaziy Osiyoliklarni olib qaytayotgan reys Washington va Toshkent o'rtasidagi kelishuv doirasida amalga oshirilgan. O'zbekiston hukumatı o'z fuqarolarini qaytarish xarajatlarini to'lagan. Bildirilishicha, bu Tramp lavozimga kirganidan beri xorijiy hukumat bilan birinchi shunday kelishuvidir. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noem 131 nafar noqonuniy muhojirni o'z vataniga qaytarish uchun charter reys tashkil etgan O'zbekiston prezidentini alohida e'tirof etdi. Fox News telekanalining ma'lum qilishicha, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonga kelishi bilan vataniga jo'natiladi. Isroil Suriya prezidenti qarorgohi yaqiniga zarba berdi. Isroil Suriya prezidenti Ahmad Ashar saroyi yaqiniga zarba berdi. Bu haqda bosh vazir Benyamin Netanyahu va mudofaa vaziri Israel Katsga tayanib Yahudi nashrlari ma'lum qildi. Qayd etilishicha, bu Suriya hukumati uchun aniq signal. Sionistlar Damashq janubiga qo'shin yuborilishiga yoki duruzlar jamoasiga qandaydir tahdid solinishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidlagan. Isroil mudofaa armiyasi aviahujumda qiruvchi samolyotlardan foydalanilganini ma'lum qildi. Ma'lumot uchun 30-aprel kuni Suriya hukumat kuchlarining qurolli otryadlari va duruzlar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangandi. Mojaro Damashq janubida asosan duruzlar yashaydigan Sahnaya shahrida yuz bergan. Suriyadagi duruzlar jamoasining 3 ta diniy rahbarlaridan biri bo'lgan Hikmat al-Hijriy duruzlarni himoya qilish uchun zudlik bilan xalqaro kuchlarni jalb qilishga chaqirgan. Suriyada hokimiyat almashganidan so'ng bosqinchi Isroil duruzlarni himoya qilishga sodiqligini bir necha bor e'lon qilgandi. Bosqinchi Isroil Ozarbayjondan yordam so'radi. Isroil 30-aprel kuni boshlangan o'rmon yong'inlari tufayli tahdidning eng yuqori darajasi e'lon qilindi. Mamlakatda poyezdlar qatnovi qisman to'xtatildi. Yong'inni o'chirishga 100 dan oshiq brigadalar, shuningdek, samolyot va vertolyotlar jalb etilgan. Sionistik tuzum tashqi ishlar vaziri Sarning ma'lum qilishicha, bosqinchilar yong'inga qarshi kurashda Ozarbayjon, Britaniya va boshqa davlatlardan yordam so'ragan. Isroil armiyasi matbuot xizmati yong'inlarni o'chirish ishlari davom etayotganini ma'lum qildi. O'nlab jihozlar, shuningdek, Isroil havo kuchlari samolyotlari jalb qilingan. Shu bilan birga Isroil yong'inlarni o'chirish uchun Fransiya yordamini rad etdi. Mahmud Abbos boshchiligidagi Falastin ma'muriyati ham o't o'chirish brigadalarini yuborishni taklif qilgan, biroq Isroildan javob olmagan. Rossiyada niqob taqiqi yana kun tartibida.
Rossiyada musulmon ayollarning niqob taqishi masalasi yana jiddiy muhokama ostida. Moskva metrosidagi mojaro, Dog'istonda o'tkazilgan politsiya reydlari hamda Xasaf yurtdagi musulmon ayollarga nisbatan bosimlar fonida rasmiylar bu kiyimni xavfsizlikka tahdid deb baholamoqda. Taniqli dinshunos Roman Siltanev Davlat dumasi spikeri Vyacheslav Volodinga murojaat qilib, yuzni to'sadigan barcha kiyimlarni, jumladan niqobning taqiqlanishini nazarda tutuvchi qonun loyihasini taklif qildi. Uning fikricha, yuzni yashirish jinoyat sodir etish yoki javobgarlikdan qochish uchun imkon yaratadi. Rossiya Inson huquqlari kengashi a'zosi Yeva Markacheva esa jamoat transportida har bir insonning yuzi ko'rinib turishi lozimligini, chunki mimika orqali uning niyatini anglash mumkinligini aytgan. Shunga qaramay, Moskva metrosidagi niqobli ayolni himoya qilgan yigit 13 sutkaga hibsga olinib, unga jinoyat ishi ochilgani, hujum qilgan ayolga esa yengil jazo tayinlangani jamiyatda norozilik keltirib chiqarmoqda. Mutaxassislar ushbu cheklovlarni islomni federal darajadagi muhokamalardan siqib chiqarish va uni chekka rus dunyosiga bo'ysunuvchi din sifatida ko'rsatish siyosati deb baholamoqda. Siyosatshunos Ruslan Aysin esa musulmonlar hanuzgacha ichki dushman sifatida ko'rilayotganini ta'kidlab, viloyat darajasidagi bosimlar orqali markaziy hukumat o'zini chetda tutayotganini aytib o'tdi. Azon Globalda jarayon tahlillarini kuzatib borib, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.